Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarning shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men ota-onamningki nahaq kesilib ketganligi uchun norozilik namoyishini qilyapman. Bugun soat sal kech chiqib qoldim, chunki xizmatda bo'lganligim uchun xizmatdan yenib uyga berib, kiyim-kechaklarni almashtirib chiqishga ozroq vaqt ketib qoldi. Bugun erta mushtarak sal vaqtchiroq bo'lib qoldi, ammo nima bu Kaşolsamo kaç saat 8'de işten çıksammo chiqib cho'qim bir kunni qoldirmaymi chiqaman. Meningki dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-ayning 20 kun tug'ilgan. Opam Sadat Bovdin bo'lsa 1956-yili 8-ayning 21 kun tug'ilgan. Meningki dadam Ili oblastlik telegraf idorasida damirlik chiqqan, opam Ili mehmonxonasiniki qatnash bo'limidan damirlik chiqqan. Bular 2017-yili 1-ayninki 27-kuni soat 9 atrofida Ili oblastlik bexatarlik tarmoqlari tarafidan tutib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz solib etilgan. Ondan opam dadamni iqolatda sud etib, birinchi qitimda 5 yillik, undan keyin 18 yillik kesib o'tgan. Sudninki nima shu hujjatli qog'ozlari yoki tamg'i besilgan bir qarornomalar bo'lmasimi, og'zaki kesilgan bo'lsa, sudninki kuchi amalga ishib hozirgacha ijro qilinyapti. Ya'ni dadam bo'ljin nimaniki Ili oblastininki Kunas noyisdagi turmusida, opam G'uljininki Bayondaydagi turmusida shu jazo muddatini o'tayotdi. Meningki bu yerga chiqib norozilik namoyishi bildirishimga sabab bo'lsa, meningki opam dadamninki hech qanday gunohi yo'q. Meningki opam dadamninki shu hech qanday gunohi yo'q to'g'riligidimi 2019-yili men Shvetsiyaga o'qishga chiqishdan burun shu darslarni shu Shvetsiyadagi shu nimalarga topshirgan, konsullarga topshirgan. Shu chaqda shu hech qanday oila ikki tarafdan chataq bo'lmag'achqa bularga viza menga nima tufaylidan shu viza berilib men o'qishga kelgan. Bularninki kesilib ketishningki ikki turli sabab bo'lsa, birinchidan shu nimaningki shu meningki shu Shvetsiyaga o'qishga chiqdi deb, andan keyin shu nima qilganligi, andan keyin bo'lsa yana birisi bo'lsa shu opam dadamni Turkiyaga keldi deb qilganligi uchun men endi hozir parlamentning oldida Xitoy hukumatiga qarshi inglizchada, shvetscha norozilik namoyishi to'g'layman. Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Virus China! Fascist China! Xi Jinping diktator! Fascist Xi Jinping! Diktator Xi Jinping! Virus China! Fascist China! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up against China genocide! Stand up against China genocide! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Fascist China! Xi Jinping terrorist! Nazi China! China stops genocide! China stops genocide! China stops genocide! China stops Uyghur genocide! China stops Uyghur genocide! Xinjiang terrorist! Xi Jinping terrorist! Fascist China! Terrorist China! Fascist China! Terrorist China! Stand up Sweden! Stand up Scandinavia! Stand up Sweden! Stand up Sweden! Stand up Scandinavia! Fascist China! Virus China! Fascist China! Virus China! China release my parents! China release my parents! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Sverige agerar på Uiguren! Kina stop fuck mördare! Kina stop fuck mördare! Kina stop fuck mördare! Fascist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Nazi China! Fascist China! Diktator Xi Jinping! Johailo terrorist!
Chonjango terrorist, fascist China. Stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Scandinavia, stand up Scandinavia, stand up Scandinavia, stand up Sweden, stand up Sweden, fascist China, terrorist China, virus China, virus China, fascist China, terrorist China, China release my parents, China release my parents, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren. Stand up against China genocide, stand up against China genocide, stand up against China genocide, stand up against Uyghur genocide, stand up against Uyghur genocide, fascist China, terrorist China, dictator Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, stand up Sweden, stand up Scandinavia, virus China, fascist China, virus China, Nazi China, China release my parents, China stop fuck murdery, China stop fuck murdery, China stop fuck murdery, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, fascist China, diktator China, Xi Jinping terrorist, Zhou Hailun terrorist, Chen Jianguo terrorist, fascist China, diktator China, terrorist China, fascist China, stand up Sweden, stand up against China genocide, stand up against China genocide, stand up against Uyghur genocide, stand up against Uyghur genocide, Xi Jinping terrorist, Nazi China, fascist China, stops genocide. China stops genocide. China stops genocide. China stops Uyghur genocide. China stops Uyghur genocide. Fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, Zhou Hailun terrorist, Chen Jianguo terrorist, fascist China, China stop fuck murdery, China stop fuck murdery, China stop fuck murdery, fascist Chen Jianguo terrorist, Chen Jianguo, Zhou Hailun terrorist, fascist China, terrorist China, stand up China, stand up against China genocide, stand up against Uyghur genocide, stop China genocide, China stops genocide, China stops Uyghur genocide, China stops genocide, China stops Uyghur genocide, Chen Jianguo terrorist, Xi Jinping terrorist, virus China, fascist China, terrorist China, stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Sweden, fascist China, terrorist China, dictator China, China stops Uyghur genocide, China stops Uyghur genocide, fascist China, terrorist China, stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Sweden, stand up Scandinavia, stand up Scandinavia, fascist China, China release my parents, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, Sverige agerar på Uiguren, China stop fuck murdery, China stop fuck murdery, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, fascist CCP, fascist CCP, fascist Xi Jinping, terrorist Xi Jinping, dictator China, fucking China. Bir adamga o'simi anlatımız qarindoshlar, bir adamga o'simi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik deganini anlatımız. O'zimiznikiga anlatımız. Keşke Talibanninki taqir-tuqir xabarni basmaymiz. Bir adam kuniga Facebookda Stop China Uyg'ur genocide deganni besib chiqarsanglarmi xeyli yaxshi bo'ladi qarindoshlar.
va şu parlamentning oldidagi boshliqni hargiz bo'sh qo'ymanglar. Meshaga chiqib ota-onamizga ega chiqaylik qarindoshlar. Ben endi asosiyatda qolgan gapni shanba yakshanbalar qilaman. Qolgan kunlarda shunda normalda to'lab Shvetsiya hukumatiga anglitishga Shvetsiya hukumati biladi endi. Faqat o'zimizniki yani o'zimizning ishiga o'zimiz kuchimisak bo'lmaydi qarindoshlar. Shuningga hammanglar ota-onanglarga ega chiqinglar. Uyg'oninglar qarindoshlar. Unda bo'lsa Xudoyim bu amonat. Men bu chiqib ketay. Bu parlamentniki ichidagi odamlarmi asosiyatdan endi ishdan tushdi, to'toldi. 15 minut bo'lsin vaqirab bize anlattım. Endi qolganini kelib o ish tushgandan keyin kunduzi ertaganda dam oldikan men shu chaqda o'sha 11larda hozir ishlarniki ishlayotgan ish nim qilayotgan vaqtida var jo'r qilib ishlarni aromini buzib o'sha bir narsani qilamiz o'sha yerda vaqirab kar qilsak bir gap bo'ladi. O'shadan shu parlamentda shu Bejonga bir nima tushadi. Ma adamın yoki mundaq bo'yotdi deb. Cho'qim qarindoshlar kurash qilishimiz kerak. Kurash degandan keyin usul har xil bo'ladi. Hayillarga kurash qilishimiz kerak. Qo'ymachilarga kurash qilishimiz kerak. Uyg'ur davosidagi qo'ymachilarga kurash qilishimiz kerak. Uyg'ur davosidagi buzuqlarga kurash qilishimiz kerak. Uyg'ur davosini setib yavatganlarga kurash qilishimiz kerak. Xitoy Kommunistik partiyasiga qarshi kurash qilishimiz kerak. Xitoy yaqinda qurmoqchi bo'lgan Demokratlar Federatsiyasiga qarshi turib o'zimizning cho'qim mustaqil ayrim territoriyaning ichiga kirmay turib mustaqil bo'lishimizni dunyoga bildirishimiz kerak. Mustaqillik desa dunyo qo'rqib ketmaydi qarindoshlar. Bular ashunda liderlar chiqib elib ashunda uzundan beri bizni setib indigenous people qilayotgan bizni shu indiyalar o'xshash yoki boshqa yovvoyi odamlarga chiqarib aytgan mana sotniki ahvolini ko'rdinglar daqidum baq buda qistisal o'shin jig'a endi o'zinglar anglayapsizlar 17 yildan beri endi tehi BDTga tehi qurultayda xudoyim mana naq maydon qismi shunday bo'ldi tarat yo'ringa jo'ylatdi va xudoyim jo'yiltiyotdi bularni shunday jo'ylaydi o'zlarining qaysi sistema orqali BDTga kirib o'tag'ini bilmaydi ekan bular shunday qarindoshlar mana shunga qarindoshlar endi email adresinglar bilan davlatlarga yozsanglar bo'ldi. Masalan mana men tushungan advokatimga telefon qilib uzun bo'lgan nima qilib gaplashmagani bir shikayat bo'lib qolgan. Menga shu Turkiyadagi hujum qilgan qarindoshlar messenjerda meni o'ltirma deganlar ko'pincha Turkiyada ashqonlarga men ashlarni hammasini rasmga tortib ismlari bilan shu kirib shu history degan shu tarixiy degan ekan hamma narsani tortib ashlarni avatib meningni o'ltirma davatini meningni tilayma davatini sen meni turkchaga o'rib chiqib tamg'a besib Turkiya konsulsiga avatib dedim. Meni işte Turkiya kelinmez qilib deydi, o'ltirma deydi, chopma deydi. Bana Turkiya hukumatidan javob berdim. Men hozir Shvetsiya fuqarosi deb. Qarindoshlar o'zimiz qo'g'dashni o'rganayli. Undan keyin bang'ayliqi ba'zi birlarni ayamay bak gap qilib qo'yding. Beshida ota-onang o'lallatdi, hozir chatlab ketyapsa deganlar, men hech qanday chatlab ketmadim. Bani deyish kerak qarindoshlar. Yo'qni unda tuhmat qilmaslik kerak. Men hech kim tuhmat qilmadim. Men banasini dedim. Endi o'zinglarningki aql suzgichidan qanchalik suzib bilib bu narsani qabul qilsanglar o'zinglarning ishi, qabul qilmasanglarmi o'zinglarning ishi. Meningga qo'limda yetarli isbotim bor. Men vaqtdan soat kelgan chaqda Shvetsiya bilan Xitoyning munosabat, yuqori pallaga chiqqan chaq siyosiy tarafdan kortomni etib o'ynay olayman. Bular bilan ikkisi bo'lmasmi meni qo'ymachilik qildi degan, pul avatgan yo bu narsa buyurtgan narsalar bilan uni urib tashlab o'talayman. Shuning qayliqi menga sizlar meningki nimdavatqinimni agar tushunalgan bo'lsanglar o'zinglar o'zlashtira olgan bo'lsanglar diqqat qilinglar, ko'zinglarni ochinglar. Bu yerda hech kimga ishonadigan yoki hech qanday nima qiladigan ish yo'q. Bo'pmi? Shunda Dunyo Uyg'ur qurultiyiga o'xshash shunda tashkilotning ichidagi ba'zi bir parazitlar desakmi emas. Hammasi shunda bularningki ko'pincha asosiyatda shunda bularningki oqlaydigan yeri yo'q. Xalqningki ishki qiyni bilan bularning qo'li bo'ylib ketdi. Bularda nomus qilish o'jayirsi artist bog'u bular uchun tillasanglarmi shu nima qilsanglarmi shu jimmidi bo'ldi xatolik bo'lsa jim
de bu aldaş Xitoyning o'zi bor, qo'y xarakteri shu. Ashni o'rnak olgan bular. Agar meningdan yoki shu Zumrat adash deganidek meningdan men ashad bo'lib qolsam degan yopirilib kelib Xitoylarning ayta qiliq qilsa naq shunda. Bo'pti qarindoshlar, unda bo'lsa men bu usta chiqib ketay hamsa, manglar Xudoyim omonat.